Do'stlar, bugun mehmonimiz itdan tarqangan itvachcha. Men bu kuchuk. Normalni gapiring, aka. Menga qarasan, quvording Instagramda likkilagan raqsing bilan. O'zi sizlarda paniyatga kam bo'ladi. Aka, menga bunaqa tema bo'lmaydi degandingiz. Ha, bo'pti, hazil. Menga qara, sizlar nima daraxt stalbalarning tagiga ishlan qilasizlar? Daraxt bo'lmasa ishlan qila olmaysizlarmi shunda? Aka, men ketaman hozir. Yoqmayapti. Bo'ldi, boshqa kulmayman. Xo'sh, nima deyotgandim? Mayli, jiddiy savollarga o'tamiz. Nimaga dalbayobga o'xshab futbolkani ustidan galstuk taqib olgansan? Pashole. Ey, to'xtatinglar. Ey, itvachcha. Bitta o'ynab bermading-ku. Gapdagi gap podkastda sizlar bilan Tamina Mimiko bo'ldi. Bizga obuna bo'ling. Videoni o'sha itvachchaga yuboring, qo'ying.